Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Sovuq kunlar boshlandi. Mutaxassislarning ma'lum qilishicha, bugundan boshlab respublika hududlarida harorat keskin pasaymoqda. Ayrim joylarda tungi sovuq -2 darajagacha tushgan. Yaqin kunlarda esa bundan ham past bo'lishi mumkin. Meteorologlar ogohlantirmoqda, bu hali boshlanishi. Noyabr oyining 2-haftasida haqiqiy qish kirib keladi. Ba'zi viloyatlarda qor aralash yomg'ir yog'ishi, shamol tezligi esa sekundiga 15-20 metrgacha yetishi kutilmoqda. Poytaxtda havo harorati kechasi -0 darajagacha, kunduzlari esa atigi +3-+5 daraja atrofida bo'ladi. Qoraqalpog'iston, Navoiy, Buxoro va Jizzax viloyatlarida esa -2-4 darajagacha tushishi mumkin. Sog'liqni saqlash mutaxassislari aholiga issiq kiyinishni, ayniqsa bolalar va keksalarni sovuqdan himoya qilishni tavsiya etmoqda. Avtomobil haydovchilariga esa ertalab muzlamalarga tayyor bo'lish, yo'lga chiqishdan oldin mashinani tekshirib olish tavsiya qilinmoqda. Energetika mutasaddilari esa issiqlik ta'minotini barqaror ushlab turish uchun barcha tizimlar kuchaytirilgan holatga o'tkazilganini bildirdi.